mehmonlarimizga ikki kuplet she'rim bilan başlamoqchi. Salom bilan ko'klaydi jalla, salom bilan go'zal armonlar. Dilimni bor mehrli qalla, salom bilan suyunsin dilla. Salam do'stlar, do'st qarindoshlar, do'st adashlar, jahonning ra'nolari, yigitlarning toji bo'lgan, atirguldek, qizilguldek xushpuroq hidlarni atrofiga chechayotgan, tirishayotgan xonim qizlarimiz, oilaning yo'lanchi bo'lgan farzandlarning yig'inini yeyotgan onalarimiz, shundaqla oilaning to'riga, dunyoning to'riga farzandlarning g'amini yeyotgan navqiron yigitlarimiz, otalarimiz, shundaqla shaharimizning avatrasiga joylashgan Flora tug'utinkinga asli keltirish markazining ochilish murosimiga kelgan aziz mehmonlarimiz, kamina riyasaj do'stlar, Lazxondan hammanglarga mehr-muhabbat salom. Bugungi faoliyatimiz sog'lomlik temasi. Sog'lomlik boyada xo'shallik bor. Sog'lomlik boyada baxt saodat bor. Alayda mehmonlarimizni sahnamizga taklif etib olgan bo'lsak, alayda mehmonlarimizdan Risolat xonim sahnaga chiqib kelgan bo'lsangiz. Risolat xonim Xinjiang tibbiy aspiranti Xinjiang Flora doktorxonasining qurg'uvchisi. Davlatlik asonlik millatlar tabobatchiligining da'vogarlik sho'bisining muavin bosh kotibi. Abdumir rayonlik yoshlar elektriklash jamiyatining a'zosi. Er ayollardagi tug'maslik, ko'p xaltliq tuxumdan, universal kasalliklari, sut bezi o'zgishisi, balyatqu bo'yni kasallik, o'zgish qatorliq kasalliklarga davolashda eng qaltis doktor. Onundan başqa Abdumir rayondan yana Mashra Salat xonimning yordamchisi bo'lgan Nurbiya xon qizni sahnamizga taklif etib olamiz. Alayda mehmonlar imzo qo'ygaч desanglar bo'ldi. Onundan başqa Mashu Subinur xonim bilan G'ubur afandim, yana Mashu yosh eylikchilikchilar. Subinur xonim bo'lsa tibbiy dashusda eng yaxshi natija bilan maktabni bitirib, uningdan keyin mana shu Kuchar shaharlik doktorxonada 7 yil xizmatni mash bo'libma ayollar kasallik to'g'risida xizmatni nihoyat yaxshi ishlab, o'zida mashtaq o't yolqinjigan holat bo'lg'ashqa mush kasalliklarda bir mash xonim qizlarniki g'amni bir xalos qilsam bo'ldi. Mana shu Risolat xonimga bir shogird kirsam bo'ldi degan asosda istiqbol bergan ekan. Yerimay Risolat xonimning yeni turib mush kasbni eng yaxshi holatda tamomlab, shaharlarimizga 23-tarmoq dükkanını açkan en qaltis Subinur xonim. Faaliyetimizning 3 kun tartibiga asosan Risolat xonimni ishga qiz so'ziga taklif qilamiz. Shundaqla mana shu Flora tug'utinkinga asli keltirish markazi shundaqla mana shu hozir ko'payib yanayotgan er ayollardagi kasallik to'g'risida ozroq tushunchaga ega qilgan bo'lsa, unda bo'lsa qani marhamat. Biz bu 5 yıl jarayonida sistemlashgan, kasblashgan, ulardagi mushu texnikalashgan, mushunday eng yaxshi holatdagi sog'lomlikni asli keltirish usulini barpo qildik. Bizdeki mening hozir Flora biotexnik shirkati 20 dan chiqib bizning sog'lomlik mahsulotlari. Bu mahsulotlar asosida shu ayollarningki baliq bo'lmaslik, undan keyin tug'utdan keyingi kutilishlari qatorliq ayollardagi masalalarni qatdan chiqargan. Yana bizning ambulatoriya 3 yil etish orqali 2024-yilda tayyorlab qilib, 1 yil tayyorlab qilish jarayonida. Chunki doktorxona ochmoq undan oson emas. Bu Urumchi doktorxona ochmoq taskan. Biz bu rasmiyatning o'ziga 1 yil tayyorlab qilib, hozir Abdumrayonda Urumchida Flora doktorxonasini qurib chiqdik. Hozir rasmiy ishga kirishib, bizdagi ishki bo'lim
yetakchiligida bizning Şaya diyorimizda Abdum rayoniga bormasaqmi, o'z diyorimizda o'zimizning shu boshqalar deyolmaydigan boshqa tinchligimizni dal hal qila oladigan Flora tug'ut-tinkinga asli keltirish markazi Şaya rayonimizda qurilibdi. Undan bo'lsa, shu Flora tug'ut-tinkinga asli keltirish markazini qurgan Subinur xonimni ishga so'zga taklif etamiz. Qani marhamat. Qarlagash qadam yurdu, qeyrinlashqa jon berdi deb bir şeyga bir cavab ketmasa, Subinurning og'zidan ishqiy tatlıq, chiroyli so'zlar chiqmoqda. Yaxshimi, kuchliginlar xayr olsun, bu Flora tug'ut-tinkinga barliq urug'-tuqqanlarga rahmat aytaman. Subinurning Flora tug'utdan keyingi asli keltirish markaziga oshqonlikqa va Risolat doktorning tarbiyalaganlikka minnatdorlik bildiraman. Buningdan keyingi ishlarining g'albilik bo'lishini tilayman. Rasmiy boshlanadi ham ta'til sanoqidan bo'lsa, hammamiz o'xshash sanaymiz, jonli ovozda 5 4 3 2 1 Muborak bo'lsinmi? Flora tug'ut-tinkinga asli keltirish markazidan yana bir qatim aytilganligini qizg'in tabriklayman. Shu munosabat bilan shu faoliyatimizga kelgan barliq aziz mehmonlarga chin qalbimdan minnatdorligimni bildiraman. Muborak bo'lsin, yana bir qatim ishlaringiz o'ng'ishli bo'lsin. Flora tug'ut-tinkinga asli keltirish markazingizni har qaysi yezlarga o'zingiz tarmoq do'kon qilib echishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Osmasan 80 otumuş bola. Beş moçenlik osmasan 80 otumuş bola. Osmani'den Xonimni sahnimizga taklif etamizda. Mana shu Subinur xonim qizniki, mana shu kelgan aziz mehmonlarga, shunaqla urug' tuqqanlarga ozroq bo'lsin ko'ngil so'g'isi. Yana haksiz içine çoğu şeyler bilir. Çektan bakan faaliyetlerimiz var. Kim kampanya çektan baksalar 100% kitaplar çıkardıgan çeke. Anam ki bu şey kızraklık kelgen. Bu barlık uruk tutkan dostlarlarımızın bilgen. Haksiz içine kullanmak kılımız. Bütünla ağrımlı, bilakla ağrımlı. Kandan olsa hep Allah mal diysekler ve masketiğen 100% bilgen. Elden çıkın. Dostlarla haksiz. Endi gerçekçi bir şeyden ben bir tiyem baksan bo'ladi deb nurg'unlar bizga shunday fikrlarni qo'ydi. Zali yaxshi emas deganlarga biz değiştirdik ishimizni 188 qilgan qo'ydik. Politik qatnashdim degan do'stlarimiz hozir qatnashib bo'lamsanmi? Hozir men Subinur xonimniki telefon nomerini deb bersak, undidar qo'shish orqali shundaqla mana ekran yuzidagi barliq do'stlarimiz tug'ut-tinkinga masala so'raydigan deymiz, kutinish to'g'risida masala so'raydigan barliq xonim qizlarimiz fursat g'animat bilib, mana 22-yil, 23-yil Shayatdagi do'kondor Risolat xonim bor, lekin undan keyin kelib to'q degan do'stlarimiz mana Subinur xonimdan so'rasanglar bo'ldi. Telefon nomeringizni deb bergan bo'lsangiz. 139 99 07 42 19. Qayta bir deb bergan bo'lsangiz. 139 99 07 42 19. Bu yana adres bo'lsa Shayarnaya Junxay Yihoga joylashgan Flora tug'ut-tinkinga asli keltirish markazi barliq do'stlarimizning mana shu bala alatdim, bo'lib mana shu xonim qizlarniki masalasini bir masala so'rasam bo'ldi degan do'stlarimiz dal mushak kelsanlar bo'ldi. Unda bo'lsa bu filmni barliq do'stlarimizga ko'plab taqdim qilinglar. Rahmat sizlarga.